Assalamu alaykum bütün dünyadaki barlıq aziz görürmenlerimiz Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televiziyasının Uyghur Avazı Söhbət programmasına hoş geldinler. Ben program riyasetçisi Baxtiyar Ömer. Bugünkü söhbətimiz 11. ayınınki 9. gündən 10. günügəcə Belgiyanın paytaxtı Brüsseldə çağırıldığan 2022 yıllık Brüssel Uyghur Munbir namlıq xalqaralıq muhakim yığınının tayarlıq xizmətləri doğrusunda buludu. Aziz görürmenlerimizden söhbətini görüş jarayonida kanalımızga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Endi bugungi aziz mehmonlarimiz Dünya Uyghur Kurultayı İcraya Komiteti Muavin Reisi Turg'unjon Alovuddin apandi va Dünya Uyghur Kurultayı Berlin ishxonasi mudiri shundaqla Dünya Uyghur Kurultayı Uyghur tili bayonotchisi G'ayir Qurban apandilar. Söhbətimizga hoş geldinglar. Turg'unjon Alovuddin apandi, G'ayir Qurban apandi. Hoş bulduk, rahmet. Sizlarga ko'p rahmat. Qimmatli vaqtinglarni chiqarib bugungi suhbatimizga kelganinglarga. Undaqda suhbatimizni rasmiy boshlab ketsak, hurmatli Turg'unjon Alovuddin apandi, 2022 yillik Brüssel Uyg'ur Munbir nomli xalqaro muhokama yig'ini qaysi tashkilotlar tashkillab ochmoqchi? Yig'inning hozirgi tayyorlik xizmatlari qanday ketyapti? Ansak bu yig'in nihoyat zo'r bir ahamiyatga ega, nurg'un tashkilotlar birleşip açmakçı bo'lgan bir yig'inga bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmet, bu Xalqaro Uyg'ur Munbiri yig'inni Dünya Uyg'ur Kurultayı'nın teşebbüsü bilen Hasene International degan bir Türk qarindoshlarımızın, Avrupa'da yaşayotgan Türk qarindoshlarımızın qurgan xalqarалық bir teşkilat. Andan keyin Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi 3 tashkilot asosliq bu yig'inni uyushtiryapti, sohibxon sifatida. Undan boshqa bu yig'inni qo'llab-quvvatlagan, bu yig'inni har tarafdan yordamlashib, hamkorlashayotgan yana bir qancha tashkilot var. Xalqaro tashkilotlardan masalan UNPO deymiz, UNPO, andan keyin Xalqaro xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti va undan boshqa kishilik huquq tashkilotlari va o'zimizning Uyg'ur tashkilotlaridan bizning Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazi bizning. Andan keyin ondan başqa Avrupa'daki bir qancha Uyg'ur tashkilotlari qo'llab bu yig'in uyushtiryapti. Yig'inning asosliq kun tartibi va chaqirilgan mehmonlarning o'rinlashtirishi va Yevropa Birligiga kirib chiqish ishlari va boshqa kutib olish ishlari asas jihatdan hammasidagidek bitdi. Endi shu yig'inga kelganlarni shu tayyorlik komiteti bir qancha kun burun Brükselga berib kelganlarni kutib olamiz va buni kelganlarni o'tinlarga o'rinlashtiramiz. Yig'in 8-sila keladi mehmonlar, 9-sila Avrupa Parlamento'da açılış murasimi bo'ladi. 9-sila tushkichilik Avrupa Parlamento'da bo'lamiz. Tushdan keyin kelib davomini Crown Plaza Airport Hotel'da Brüksel'da davomlashtiramiz. Shuning bilan ertasi yana davomlashadi. 2 kunlik yig'in bu asosliq muhim chet elliklar bilan birlikda ochilgan qismi shu 2 kunlik. Ondan keyin 3-chi kuni bizning o'zimizning ijroiy komiteti yig'ini bo'ladi. Kechda ikki jumhuriyatimizni xotirlash faoliyati o'tkaziladi, ya'ni 11-sila kechda. Shuning bilan bu tunji qatimliq bu Yevropa Birligida va Yevropa Birligining poytaxti bo'lgan Bryussel shahrida o'tkazilgan bu xalqaro yig'inimiz shu shaklda başlanıp ahırlaşıdı. Tafsili tushuntirishingizga ko'p rahmat.
Hamda hürmetli Gayr Qurba Efendi, Brüssel Uyghur Münbir namlı xalqaralıq muhakim yığını qandaq bir arıq görünüşdə neyim sebepler bilan etiş qarar qılındı. Bu yığını aslında etişini oturup qoyğıcı kim idi? Bu doğruluq mı sizden bir düşünce alsaq? Rahmet. Köp rahmet bayam icra komitesining muavin reisimiz hürmetli Turg'unjon Alovni aytdi. Atrofli ma'lumot berib o'tdi. Bu yig'inning kun tartibi mazmun. Albatta bu mundaqlam yoki o'tirg'i chiqqan bir yig'in emas. Bu yig'inning siyosiy, ijtimoiy ahamiyatini ve şundaqla bizningki xalqimizningki milliy ozodlik ko'rishiga bu olib keladigan foydalarini qanday bir vaziyatda maydon kelganda tuvandagi bir qancha nuqtadan sharhlab o'tish mumkin. Birinchidan cho'ng xalqaro vaziyatdan qaraydigan bo'lsak, Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi, jumladan Xitoyningki Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosati ve lager siyaseti yürgizgandan başlap dünyadaki her qaysı joylarida, bütün dünyadaki matbuotlarda Uyghur meselesi tarixte görülmegen derecede xalq ommasıga bilingen ve dünya siyasi sahnesindeki yuqori pallasiga chiqqan bir vaziyat shakllangan bir oq ko'rinishda turibdi. Hammamizga ma'lum Uyghur irqiy qirg'inchilik masalasi navbatda dunyodagi 10 davlat va yerlik parlamentlarningki e'tirof qilinishiga erishgan bir jiddiy masala va shundoqla Yevropa parlamentimi Uyghur irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatni e'tirof qilgan bir vaziyatda va shu 9-oyninki 5'ida e'lon qilingan Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komisyarı'nınki Şarkı Türkistan'daki Uygurlarının insan hakları vaziyeti hakkında çıkargan mühim ve resmi karakterlik vücudundaki ilan kılışı ve şunun bilen Uygur irqi qirg'inchiligi ve insaniyatga qarshi jinoyatninki xalqaroniki jumladan Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bir resmi organ tarafidan bekitilgan, qarorlashtirilgan Xitoy hukumati rad qilibmi, rad qilolmaydigan bir vaziyat shakllangan holatda va shundoqla Uyg'ur masalasi navbatda xalqaro vaziyatda Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki inson haqlari komisyonini halqib, Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy qurultayidimi nihoyatda muhim bir vaziyat, nihoyatda muhim bir vaziyatda, nihoyatda muhim bir masala sifatida ta'tilish qilinadigan dünya Uyg'urlar masalasi bo'yicha ikki tarafga bo'lingan cho'ng bir vaziyat shakllangan holat turibdi va shundoqla hammamizga ma'lum Rossiyaninki Ukrainaga qilingan vahshiyona qirg'inchilik urushi boshlangandan beri butun g'arb davlatlarida siyosiy qatlamda, ijtimoiy qatlamda va aql omborlarida bu g'arb davlatininki Rossiya va shundoqla Xitoy qaratgan siyosatninki to'g'ri bo'lmaganligi, ularninki izchil suhbat orqali, tijorat orqali har xil masalalarni bir chiqish yo'li izlaydigan siyosatninki mag'lubiyatga yuzlanganligi bu davlatlarga bu davlatlarninki energiya va iqtisodiy taraflardan favqulodda bog'lanib qilishninki qaqshatqich zarba keladigan bir vaziyatni yaratganligi bilingan bir holat turibdi va shundoqla bu davlatlarninki siyosiy qatlamlarida navbatda mushu bog'liqlikni to'xtatish uchun jiddiy suhbatlar bo'layotgan bir mezgilda turibdi. Shuning uchun biz xalqaro jihatdan, xalqaro vaziyatdan Uyg'ur masalasi navbatda muhim bir siyosiy xalqaroniki siyosiy kun tartibiga aylangan va hal qilishni taqozo qilgan muhim bir vaziyat kelganligini ko'ralaymiz. Bu shundoq bir siyosiy xalqaroliq siyosiy vaziyatda ro'yobga chiqqan, maydonga chiqish oldida turgan bir muhim bir faoliyat birinchidan. İkinciden bu lokal alda Dünya Uyghur Kurultayı'nınki teşebbüs kılan, lekin Dünya Uyghur Kurultayı her sene
xalqarалық Hasana qurilishi va shundaqla Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bilan birlikda ilib borgan o'rtaq kuch chiqargan bir faoliyatdir. Biz bu nuqta qaraydigan bo'lsak, Xitoyninki Uyg'ur meselesini İslam dünyasını ayırış, Uyg'ur meselesini İslam dünyasındaki qo'llashidan ayırışdan ibaret bu nayranbozlikning, bu siyasi maqsadinki bu yerda bichit bo'lganligini bir ko'rish chunki bu xalqaro Hasana harakati tashkiloti dunyodagi jumladan Türk İslam dünyasındaki nihoyatda mo'tabar kuchli bir tashkilotlarning birisi. Bu tashkilotninki bu qitimliq faoliyatimizga iqtisodiy va moddiy yordamlarni sarf qilib shundoq bir muhim bir faoliyatni, ham cho'ng ko'lamli bir faoliyatni ro'yobga chiqqanligi İslam dunyosiningki Uyg'ur masalasiga nisbatan qo'llash jonliqninki kuchi borligidan darak berdi. Yana bir nuqtadan bu Dünya Uyg'ur qurultiyi va shundoqla xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan iborat Sharq Turkiston davosiga xizmat qilayotgan, Sharq Turkiston davosini ilgari surayotgan haqiqiy faoliyatlari bilan ilgari ikki cho'ng va mo'tabar tashkilotninki bir yandan bir yandan chiqarib hamkorlashib qilayotgan bir faoliyati va shundaqla bu Uyg'ur davosidagi tashkilotlarninki bir-biri bilan uyultashdak ittifoqligining bir namoyandasi ve shuning uchun bu Xitoyninki Uyg'urlarni bo'lish, Uyg'ur tashkilotlar o'rtasida ve şu orqali xalqimizning davosini olg'a surgizmaslikka iborat bu nayranninki bich to'g'anligining yana bir namoyandasi. Shunday bir fursatda, shunday bir vaziyatda o'tirib chiqdi. Bundan boshqa uchinchi bir nuqtadan yig'inlar degan dunyoning ham yerida bo'ladi. Tövbəçidən bir yakibni yığın açalaydı. Lekin bu yığınninki ahamiyetli bo'lgan qanchalik vazni borligini shu yığın qatnaşqıçlardan ko'rilish mumkin. Bu qitim yığınimizga qatnaşqan, albatta bu to'g'riliq birozdan keyin tafsil o'tamiz. Dunyodagi Uyg'ur masalasiga kuch chiqargan, Uyg'ur masalasiningki bugünkidek dunyoninki bir qiziq va hal qilg'ich bir temalarga aylanishi uchun kuch chiqarayotgan har qaysi davlatlarninki parlament a'zolari, ilm adamlari va shundaqla faoliyatchilar, qo'lliq faoliyatchilar yig'ilishgan cho'ng bir uchrashuv. Buni mushqani bir qator nuqtalardan bu qitimliq xalqaro Uyg'ur muhokama yig'inininki to'liq muhim bir faoliyat bo'lganligini va muhim xalqimizningki dunyo vaziyati o'zgarayotgan bir paytda xalqimizning taqdirini hal qilish uchun etilgan bir dodli qadam ekanligini ko'ramiz. Tafsiliy tushuntirishingizga ko'p rahmat. Hamda hurmatli Turg'unjon Alavoddin apandi, hamda bu yig'inninki ochilishi ko'lami jihatdan aytdi. Chunki shakli va chaqirilgan mehmonlarni o'ylagandimi burunqi yig'inlardan alohida bir farq bada qildi. Shu buningki qandaq bir farqi bor, aloyidligi nima, bu to'g'riliq bir tafsilot to'xtalib o'tgan bo'lsangiz rahmat. Bu yig'inning aloyidligi nima deganda, bu yig'in 3 cho'ng tashkilotning, ya'ni biz Uyg'ur tashkilotlarining, Sharq Turkiston tashkilotlarining 2 cho'ng tashkilot va Türk qarindoshlarimizning, ya'ni Türk musulmon qarindoshlarimizning Yevropada qurgan eng cho'ng tashkilotdan biri bo'lgan Hasana International dan iborat bu 3 tashkilotning birlashishi bilan bo'layotgan bir yig'in. Albatta hozirgichlik Dunyo qurultiyi yig'in uyushtirib keldik. Yevropa parlamentida, Amerika kongressida va nurg'un davlatlarda bunday yig'inlarni o'rlashtirib keldik. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi o'rlashtirib keldi. Bo'libmi Turkiyada bunday yig'inlar ko'p o'rlashtirildi. Ham Hasana o'zining faoliyatlarini davomlashtirib kelgan hozirgacha. Bu yig'in 3 tashkilotning birlashishi bilan o'rlashtirilyapti. Hem bu yig'inga keldiganlarning son jihatdan
köp sanda kişiler kilovatıdı. Mesela Uygur teşkilatlarından 80 kişi, Türk teşkilatlarından 90 kişi ve chet ellik siyasi yolla parlament azaları ve halkara teşkilatlardan bulup bununla yine 70 kişi katnışıvatıdı, kilovatıdı. Yani hazırkıca enak kelimiz degenler bu şu. Bu sanki Karaganda hazır 230 kişi buludu. Bu demek yani 230 kişinin bu yığını uğurlaştırışı ve bu yığının içilişinin Avrupa Parlamenti'de buluşu bu yığının alayda bir yığın buluvatkallıqını ispatlaydı. Yeni biri bu yığın Avrupa Parlamenti'de başlanıp yeni şu Brüksel'de yapılış murasimi bilen ahırlaşıdı. Bunun da asaslık, bunun kilovatkan chet ellik mehmallar kim o deseniz bu asaslık Avrupa Parlamenti'nin azaları, Amerika Kongresi'nin azaları, Amerika hükümet emeldarları ve Avrupa devletlerinin hükümet emeldarları ve halkara teşkilatlarının reisleri, başlıkları ve Uygurların bu hazırki vaziyetini tədqiq oluvatkan tədqiqatçılar, yani dünyada meşhur tədqiqatçılar kilovatıdır. Yani bu yığın katlaşıvatkan insanların nime cihetin etkilen vaxtıdır mı? Bir alaydı bir yığın oldu. Bu Uygurlar için nayet zor ehemmiyetlik bir yığın buluvatıdır. Çünkü Uygur ırkı kırgınçılığı hazır kadar davamlaşıvatıdır. Xitay hakimiyeti haligacha bir bu ırkı kırgınçlığını to'xtatish haqida bir nima ko'rilmayotidi, bir alomat ko'rsatmayotidi. Davomli yolg'on gap qilib xalqarada biz bularni tarbiyalayapmiz, o'qilyapmiz, bo'qilyapmiz deb yolg'on yovdoq gaplar bilan bu irqiy qirg'inchilikni tushirayotdi, ammo qirg'inchilik bo'layotganligini asas jihatdan dünya bilip ketdi ve BDT'nin e'lon qilgan dokladidimi bunun irqiy qirg'inchilik ekanligi, yaqinlashib qolganligi, ya'ni insoniyatga qarshi jinoyat ishlanayotganligini isbotladi. Xalqaro Uyg'ur mahkamasi Xitoyning irqiy qirg'inchilik olib berayotganligini va insoniyatga qarshi jinoyat olib berayotganligini isbotladi. Ben mushundaq vaziyatda Xitoyning yana bu irqiy qirg'inchilik siyosati davomlashayotgan bir vaziyatda bu Xitoyning irqiy qirg'inchilikni qanday qilib to'xtatamiz degan savolga javob berish uchun buningga asosliq 3 sahada bu yig'inda bu Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi 3 sahada qanday qilib bu Xitoyni to'xtatamiz deydigan muzokaralar bo'ldi. Birisi siyosiy sahada. Yani siyasi jihatdan Xitoyga qanday besim qila olamiz? Deydi bunu siyasetçiler ve parlament a'zolari, hükümet amaldorlari bu haqda so'zlaydi. Andan keyin buni qonuniy jihatda, yani Xitoyni xalqaro sudlarga qaysi shaklda tortib, Xitoyning bu jinoiy qilmishlarini, yani irqiy qirg'inchilikdan iborat bu jinoiy qilmishlarini qanday to'xtatamiz? Yani bunun jazosini qaysi shaklda bera olamiz? Yani xalqaro qaysi shaklda buni Xitoyni qonuniy jihatda jazolayolaydi buni. Andan keyin xalqaro tashkilotlar, yani ommaviy tashkilotlar va media, xalqaro tashviqot organlari Xitoyning bu razil irqiy qirg'inchilik bu qilmishini qaysi shaklda to'xtatishda rol o'ynayolaydi degan bu shu 3 sohada asosliq muzokara olib berildi. Yani demek bu yig'in burunqi açılgan yig'inlarga qaraganda birinchisi son jihatdan ko'p kishilar chaqirilgan, hem chaqirilgan kishilarmi nayt yuqori darajalik kishilar chaqirildi. Andan keyin buningga cho'ng tashkilotlar birlashib turib echiyotdi. Andan keyin bu yig'inda muzokara
qilinadigan yuqorida men deb o'tgan bu 3 xil temami burungi yig'inlarda ayrim muzokara qilinadigan bo'lsa, bu qatam bu 3 tema biraqlam muzokaraga qo'yilib qarorlar ilinadi. Siyosiy jihatdan muzokaradan keyin qarorlar ilinadi. Siyosiy jihat qanday besim qilamiz? Qonuniy jihatda qanday Xitoyni sotqa tortamiz va ommaviy tashkilotlar buning qanday rol o'ynaydi? Tashviqot vositalari, media qanday rol o'ynaydi? Bu şekilde keng doirada, ya'ni asosli Xitoyni to'xtatishning shu har xil yo'llari bu yerda muzokara qilindi va qaror ilinadi. Shunga bu yig'in muhim, ahamiyatlik ve farklı bir alayda bir yig'in bo'ladi inshaalloh. Köpten köp rahmet. Qarag'an chaqda bu qatimqi yig'in mayli ko'lam va bu yerdagi keldigan mehmonlarninki qurulmasi qarag'an chaqda bu Sharqi Turkiston davosiniki keyingi qadamdagi strategiyasini, yo'linishini belgilaydigan muhim bir yig'in bo'lgudek. Hamda G'ayurqurba apandi kelsak, hamda 2022-yillik Bryussel Uyg'ur munbiri deb Abay Turg'unjon Alavudin apandimi tunji qitimliq bu munbar dedi. Qarag'anda bu alaydilikni bilgili bo'ldik, ya'ni buningdan keyinmi shunday qarorliq echilib turgan yig'inmi, anandan bu yig'inda elingan qarorlar buningdan keyin qanday bir shaklda ijro qilindi? Bu to'g'riliq bir sizlarniki tayyorliginglar bormi? Bu to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Nayda muhim bir savol oldu. Elbette bu Uyghur meselesini, Şarkı Türkistan meselesini hal qilish uchun chiqish yo'li izlaydigan ko'plagan yig'inlar bo'ldi. Bir tarafdan bunday yig'inlar ko'pdak bilingan bilan, lekin buning masalaning mohiyatiga cho'ng jihatdan qaraydigan bo'lsak, shunga o'xshash xalqaroliq uchrashuvlarninki, muhokamalarninki davoyimizningki taqdiri uchun, hal qilinishi uchun to'liq muhimligini his qilib yetalaymiz. Hammalarga ma'lum, biz bir o'zgarishchan, dinamik dunyoda yashayapmiz. Tunugungi vaziyat bilan bugungi vaziyat o'xshamaydi. Qaraydigan bo'lsak, bir yilning oldida bu Ukraina urush bo'lishdan avvalgi vaziyat qanday, hozir qanday, undan boshqa buna bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikninki bosh planlovchisi, loyihaligisi ve icra qiluvchisi Jallod Shi Jinping Xitoy Kommunist Partiyasiga ta ömrünün oxirigacha hukmronlik qilgan shunday bir yangidan vaziyatni shakllantirdi. Demak, mayli Sharq Turkistonning ichidagi vaziyat bo'lsin yoki Xitoydagi vaziyat bo'lsin va yoki cho'ng jihatdan dunyodagi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, nurg'unlagan o'zgarishlarni, jiddiy o'zgarishlarni ko'rib yetalaymiz. Demak, yo'llarning vaziyatning o'zgarishi bilan bu bizningki tutib kelgan yo'limizningki ve tutup kelgan icra qilayotgan tedbir ve strategiyalarimizni qaytadan bir qarab chiqadigan, baholaydigan, qaysi foyda bo'ldi, qaysi kutgandek natijani bermadi, bu bermaganligi, bu masalaninki, bu taktikaning, bu strategiyaning, bu yo'lning to'g'riliqidimi yoki xatoligidimi degandagidek bana shundoq nurg'unlagan ciddi savollarni davomli so'raydigan va uning javob topadigan sorun va fursatlarga ehtiyojlimiz. Shuning uchun bu Uyg'ur munbiri xalqaroliq muhokama yig'ini mana shundoq jiddiy va hal qilg'uch savollarga javob topadigan yana bir qitimda qimmatli fursatlarni ta'min etadi. Bayam hurmatli Turg'unjon Alavudin apandim so'zlab o'tgandagidek tafsili bayon qildi. Bu yig'in qatnashgan qatnashuvchilarninki qurilmasi va shundoqla bu yig'inninki asosliq temalar haqida. Buningda shundoq shu Sharq Turkiston davosida Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni dunyoga tanitish va uningga to'xtatish uchun qarshi tadbirni elish uchun butun dunyoda mayli qonun sohasida, mayli siyosat sohasida va yoki ijtimoiy va media sohasida xizmat qilayotgan g'olliq insonlar kelib qatnashadi. Yani bu insonlar bilan birga kelgan vaqtimizda biz o'zimizningki o'tgan vaqtlardagi
tədbirlərimiz haqqında fikirləşimiz, müzakirələşimiz, tənqidi analiz etib barımız və şu arqılıq biz hazır yüzlanıyotgan yeni bir vəziyyətdə vətənimizin azadlığı, hürlüyü, xalqımızınki azadlığı və hürlüyü üçün mühim tədbirlərini alımız və bu yerdəki qatnaşqıçıların içində tədbir ağıçılarmı və şundaqla bu tədbirini icra qılğıçılarmı var. Bayam hürmetlik Turguncan Alavuddin Efendi tepkendikdek bu nəhayət çoğ köləmlik bir yığın 250'ge yakın adam qatnaşıyotgan bir yığın. Şunun üçün bu yerdəki bu yığın qatnaşqıçılarınki həmmisi degidek şu Şərq Türkistan davasında Uyghur xalqınınki azadlığı və hürlük yolunda toxtavsız kuraş qılayotgan, birinci səpdə can qılayotgan təşkilatlar və xadimlardan ibarət. Şunun üçün bu yerdəki bu bir qıtımlıq nəhayət qimmatli muhakimə özümüzdənki yollarımızı elib barıyotgan tədbirlərimizni qaytadan bir imtahan aldığan və onundan təcrübələrini, dərslərini yekilləb aldığımızda yeni tədbirlərini aldığan bir yığın. Şunun üçün bundaq yığınlarımızınki önüme cümleden onunki faydası, əhmiyyəti nəhayət zor. Elbette bu bir qıtımlıq yığın bilen bütün meselelerimizge cevap tepişimiz natayin. İşte Abay dep etkenlikdek biz özgürüşçan, dinamik dünyada yaşavatımız. Bu özgürüşlerinki bir kısmı elbette biz özümüz tesir gösterdiğimiz, elbette hılı çoğun bir kısmıga belki biz tesir göstermezkimiz mümkün. Lakin bizninki kelgüsü de bolduğan bu özgürüşlerini, terakkiyatlarını aldın mölçerligidek imkaniyetimiz boldu dep oylayman. İnşallah bundaq fəaliyyətlərimiz bunun için davam qılıdı. Elbette bu 200'den artıq mütəxəssis, siyasetçi, fəaliyyətçi, media aktivləri qatnaşqan bundaq bir çoğ bir yığılışınki, bundaq bir çoğ xalqaralıq Uyğur munbirininki davamlaşını ümid qılımız və elbette bunun üçün özümüzünki tədbirləri var, planlarımız var. Bu qıtımlıq Uyğur munbiri bununla toxtab qalmaydı və kelgüsüdə biz bunu teximi kengaytib və buna texim yaşlatıb xalqımızınki hürlüyü və azadlığı üçün cavab tapıdığan özümüzün tədbirlərimizni, yeni tədbirlərimizni izləb tapıdığan mühim bir sorun bolğusu. Köptün köp rəhmət. Elbette bu qıtımqı yığının utuqluq buluşunu şundaqla Şərq Türkistan davasının ki kelgüsü üçün qimmatli bir yığın buluşunu ümid qılımız. Vaqt meselesi bilen söhbetimizni müşahede toxtatsaq, qimmatli vaqtınlarını çıqırıb bugünkü bu programmaga kelganinglar üçün köptün köp rəhmət etdimiz. Programımız müşahede axırlaşdı. Qadirli görürmələrimizdən kimi qimmatli diqqətiga rəhmət. Səhifimizni teximi yaxşılaş üçün fikir təklifinglar bolsa qızğın qarşı alımız. Aziz görürmələrimizninki kanalımızga a'zo bo'lishni, hamberlishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat. Allohga omonat. Rahmat. Allohga omonat.